Mana ichiga ham kirdik bu zdaniyani. İçi mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Alhamdulillah robbil alamin. Kechirasizlar, mana ichkari mana shunaqa holatda. Bu yonib ketgandan keyin betlar qop-qora bo'lgan ekan, betlar polnisda mana shular hamma patologlari qop-qora qora kuya bo'lib yonib qorayib ketgan ekan. Bu remontdan keyingi holati. Bu oynalari ham mana buni tashqaridan yorug'lik yonadigan oynalari. Mana buni oynalari. Polnisda erib oqib tushgan ekan hammasi. Bu boshqatdan restavratsiya qilingan holati mana. Odamlar mana bu yerda o'tirarlar ekan, mana kirib, mana hamma tomosha qilib o'tiribdi. Mana serkif, mana juda katta serkif. Bosh. Shunaqa holatda mana ko'radi. Bular hali bundan shamlarni olib, bu yerdan kartaga pul to'lab, mana yonmagan shamni olib, niyat qilib yoqib berganmish. Endi bularning o'zini nimasi? Yaxshi shu. Kak bo'tda shamni yoqsa bularni niyat ro'yobga chiqib qoladi. Tipi shunaqa ekan mana sham. Kirish bepul ekan bu yerga. Eng qizig'i 800 ming odam sig'ar ekan bu yerga. Bu sertifikatga ichiga 800 ming odam. Pulda qaranglar, innovatsiyani qaranglarda. Sham 3 yevro, 2 yevro ekan. Mana 2 yevro sham. 10 yevroligi bor ekan, 30 yevroligi, 50 yevroligi katta shamlar shunaqa ekan. Pulda qaranglarda aylanishini bular shamdan pul qilar ekan. Kirish bepul. Qoyil, odamni qaranglar mana. Yangi bozorda ham bunchalik odam yo'q mana, birinchi qatorda. Bu qaranglar. Qoyil.